Assalomu alaykum. Asaka tumani Yangi hayot massivida joylashgan Yo'ldosh va Mavludaxon fermer xo'jaligidamiz. In-vitro ko'chatlari mana hosilga kirib, pishib boshlabdi. Mana endi o'zi dehqon akamiz ham o'zi shu yerda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xushlayapsizlar aka. Yaxshimisizlar? Rahmat. Aka, bizni shu mana shu iqtisodiy samarasiz holatga kelib qolgan fermerlarimizga nima maslahatlaringiz bor endi? Qanaqa navlarni tanlab yoki bo'lmasam qanaqangi agrotexnik nimalarni olib borishligini tavsiya berasiz? Hozir mana Sherzod aka Royal Tioga gilos navimiz oldida turibmiz. Bu o'zini o'zi changlatuvchi, ob-havo noqulay sharoit bo'lib qolganda ham yaxshi meva tuga oladi. Mana ko'rishingiz mumkin, mana ko'rsatishingiz mumkin. Kalibrlari yirik, mana hozir 30-29, Rossiya bozorimiz 24+ holida, lekin shuncha ko'p hosilda ham mana bu yerda 30 standart 30-29-28 kiloslarda olib turibmiz. Endi samarasiz holatga kelib qolgan bog'larni yangilashni tavsiya beramiz, daromadga kirishini tavsiya beramiz. Xudo xolasa biz buni ekayotgan davrimizda buni yeb ko'rib, tishlab ko'rib, daraxtini ko'rib, o'sishini ko'rib unaqa sharoitlar bo'lmagan. Tavakkal qilib olib kelib ekkanmiz, bizni iqlimimizga mos kelib qoldi. Xudo xolasa hozir yangi bog'dorchilikka o'tayotgan samarasiz bog'larda shu kelishini tavsiya beramiz. Mana hozir allaqachon biz boshlaganmiz yangi dehqonlar bilan amaliyotda ham o'rgatamiz buni yetishtirishni, nazariy qismini ham o'rgatamiz. Xudo xolasa chiroyli bo'ladi. Mana kelib o'zi ko'zi bilan ko'radi, ishonch hosil qiladi, daromadini ko'radi. Hozir ancha qulayliklar mavjud. Xudo xolasa Asaka tumanimizni bog'dorchiligini mana shu bog' misolida xudo xolasa hammasini yangilaymiz. O'zini olib kelib ko'rsatamiz, ishonch hosil qiladi. Demak, seminar tariqasida o'quv kurslari, agronomlik maslahatlari, shunga o'xshash qator tushunarli. Hammasi mana kesishdan tortib sug'orish, o'g'itlash hammasi agrotexnik tadbirlarga kiradi. Shular to'g'ri qilingandagina meva sifatli O'zbekistonimizni endi imiji mana shu yerda ko'rinadi. Xudo xolasa eksportlar ko'payadi. Bizga mana valyuta oqimi kirib keladi. Har tomonlama xudo xolasa foydali bo'ladi, manfaatli bo'ladi. Rahmat katta.